Bugungi darsimizda kundalik qiladigan vazifalarimizni tezlashtirishni o'rganamiz. Yakshanba kuni o'tiribsiz, ertaga majlisingiz bor, hisobot tayyorlash kerak. Sizda bo'lsa hamma narsangiz hamma joyda yoyilib yotibdi. Bittasi chatda, bittasi emailda, yana bittasi zametkada. Shularni yig'ib chiqish uchun 45 minut vaqt sarfladingiz. Agar har hafta 45 minut sarflaydigan bo'lsangiz, yiliga 52 hafta sarflashingizga to'g'ri keladi. Undan ko'ra prompt yuborib ChatGPT orqali taxlashni o'rganamiz. Avvalgi darslarimizda ChatGPT ga rol berib o'rgangan edik. Endi bo'lsa yangi texnika o'rganamiz, ya'ni ketma-ket vazifalar zanjiri. Murakkab ishni kichik va mantiqli bosqichlarga bo'lib chiqamiz. Misol uchun bizdagi zametkalarni avval yig'ib olamiz va uni ChatGPT ga tashlaymiz. Bizdagi tayyor promptdan foydalangan holda uni tushunarli punktlarga ajratib berishini so'raymiz. Endi ikkinchi qadamimiz. Uni 3 bo'limga ajratishini, kelgusi vazifalar, yordam kerak bo'lgan qismlarni topishini o'rganamiz. Xo'p, endi u bizga 3 bo'limga ajratib berdi. Misol uchun birida bajarilgan ishlar, keyingisida keyingi qilinishi kerak bo'lgan ishlar va yordam kerak bo'lgan ishlarga bo'lib berdi. Va nihoyat 3-qismimiz endi buni hisobot shakliga keltiramiz. Mana bizdagi tayyor bo'lgan hisobot shakli mana shu bo'ladi. Endi siz har hafta 45 minut sarflashingiz ham shart emas. Tayyor prompt orqali yig'ilgan zametkalaringizni bitta joyga to'plab tayyorlab olishingiz mumkin.